Barsa yoki Real ustoz? Hakam o'yinni buzmasa, biz maza qilib futboldan zavq olamiz. Bitta javobni ko'p aytaman. Siz agar chinakam muxlis bo'lsangiz, jonkuyar bo'lsangiz, o'sha jamoa yutqizgan kuni uyqungiz qochishi aniq. Barselona yutqizsa ham, Real yutqizsa ham bemalol uxlayman. Xafa bo'lmang. Rahmat ustoz. Yana bitta savol ko'p berishibdi. Bu yilgi jahon chempionatidagi eng sensatsion natija qayd etadigan terma jamoalardan kimlarni ko'ryapsiz va taxmin qila olasizmi bitta terma jamoa? Jahon chempionatini yaxshi ko'rishimizning asl sababi biz kutilmagan jamoalar kashfiyotga aylanishi. Vaqtida Kamerun, vaqtida Senegal, vaqtida mana Marokash. Bu safar kecha Cabo Verde ispanlar bilan o'yinda 0-0 hisobidagi g'alabaga erishadi deb hech kim kutmagan edi. Bu durang emas, g'alaba bo'ldi chinakamiga va darvozaboni 50 mingga yetmagan obunachisi bor Vazinha bir pasda 2 soat orasida obunachilarini 2 milliondan oshirdi. Rahmat javobingiz uchun ustoz. Va oxirgi savolim, juda ko'pchilik sizni Instagramingizni qidirar ekan. Shu o'rinda men ham qidirganman, topa olmaganman. Instagramga kirmasligingiz sababini aytib o'tib ketsangiz. Birinchisi bu yoshlarni ijtimoiy tarmog'i deb o'ylayman, chunki yegan ovqati, borgan joyi hammasini rasmini qo'yib yurish kerak. Meni nazarimda o'zimni qayerga borganim, nima qilganimni hammaga ko'rsatish shart emas deb hisoblayman. Va Instagramga ham kiradigan bo'lsam, real yashashga yana ham kam vaqt qoladi. Rahmat ustoz. Shu o'rinda kamerani to'g'risida aytmoqchiman. Bitta ovozingizni har doim taqlid qilib kelganman. Buni yoshlikdan o'sgan og'aylarim biladi. Aytsam mayli o'zingizga. Marhamat. Assalomu alaykum, qadrli futbol ixlosmandlari. To'g'ri ovozim birda bir bo'lmasa ham, lekin men shu ovoz bilan har doim futbol sharhladim. Ustoz joningiz sog' bo'lsin. Juda ham ko'p yana O'zbekiston jahon chempionati chiqishlarini ko'rib yuring. Sog' salomat bo'ling baxtimizga. Ustoz, rahmat e'tibor qilib vaqt ajratganingizga menga. Hammamizni yaratgan Parvardigor